Assalomu alaykum, hurmatli asarlarchilar. Bugun sizlar bilan tutatqich yoqamiz, demak. Siz bilgan keng tarqalgan 3 ta usuldan tashqari yana 2 ta qo'shimcha yangi usul o'rgatmoqchiman. Eng keng tarqalganlar bu tolda chirigan tanasi, mana bu tezak bo'lsa, polsik. Men sizlarga yana 2 ta yangi usulni ko'rsatmoqchiman. Bu bittasi artopon, apilka. Ikkinchisi bu sasnani iynalari. Qani boshladik. Bittasi stakanchik chiqarib olish kerak. Xuddi apilka pechka yoqqanda qangi apilkani mana chashkasiga, kosachasiga, stakan deydimi, stakanga preslab chiqasiz. Keyin buni xuddi oddiy apilka pechka yoqqandek tutatib yoqib olamiz. Xuddi apilka pechkaga o'xshab yoqib olamiz. Bo'ldi, zo'r. Bo'ldi, bitta usulimiz tayyor. Bu shunaqangi sekin tutaveradi. Keyingi usulimiz sasnani nimasi ignalaridan yoqamiz. Buning uchun shu yoqadigan smesimdan ishlataman. Mana shabadada ham shunaqa yonib beraveradi sizlarga. Tashlaganingizdan keyin yaxshilab yoqib olish kerak buni. Keyin sasnani ignalarini solaveramiz ekan. Ketdi mana, qani? Yaxshi yoqimli. Mana уже o't chiqyapti. Shu tariqa solaveramiz. Tutab oldi. Yana solamiz. Tutadi.
Bu usulda qulayligi shunaqa ekanki, uzoq vaqt yonadi. Sekin-sekin olov bilan yonadi. Bo'sh qo'ysangiz, siyrak jipslasangiz, tez yonib ketadi. Agar shunaqangi preslab olsangiz, mana tezda yonib o't ketyapti. Betrog'iga mana bunaqangi yashirrog'idan solsangiz, cho'g'lari chiqmaydi va uzoqroq yonadi. Qaranglar, o'chganga o'xshaydi. Bilasiz, tez yonadi. Menga yoqqan taraf shu bo'ldi. Bular tayyor mana. Bilasiz, zo'r chiqadi. Tek qo'ysangiz kamayib qoladi chiqishi. Lekin mayda sekin asta tutaydi. Xo'p, yana bitta keyingi layfhakni aytaman. Mana bu dimar ko'p yonayotgan bo'lsa, mana bunday burchak ostida qo'ysangiz sekinroq tutaydi. Yotkizib qo'ysangiz to'xtab qoladi. Bu ham xuddi shunaqangi. Ishingiz to'xtadimi jichaka, yotkizib qo'ysangiz, tutash pasayadi, sekinlashadi, tez yonib ketmaydi. Tikka qo'yib turib tutasangiz, ketaveradi yana. Lekin mana bu sasnani ignalarida tutun juda qo'yiq ekan va sovuq. Ich ham issiq emas. Bunda esa ichcha biroz issiqligi bor. Tutashi bunaqangi jadalbas. Hop. Keyin yana mana bu eski holsiglarni yoqsa bo'ladi. Bilmaganlar uchun ko'rsataman. Mana bunaqangi ichini teshik qilib turib, varonka ushlab turib shunday yoqsangiz, mana bunaqangi ichidan o't chiqib, turba bo'lib tez yonadi. Keyin buni ustiga solaverasiz. Xohlasangiz tezak, xohlasangiz mana bu tolli novdalari. Lekin bular tez yonib ketadi. Buni cho'g'i juda ham baland bo'lib ketadi, dimar qisib ketadi. Men uchun hozir eng qulay mana bu qarag'ayda qurib to'kilgan yinalari. Tutuni ham qo'yiq, uzoq vaqt yonadi va buni topish oson. Xo'p. Bu nima menda? Bu oddiy kir sovunni qirg'ichdan maydalab, mana shu idishga to'ldirdim. Ustiga spirt quyib qo'ydim. Spirt, kerosin, benzin, shu uchosidan bittasini quyib to'ldirib qo'ysangiz, uchosi rastvarитель shunaqa eritib, kashaobrazный bo'tqasimon holatga kelib qoladi. Kerosinda hidi biroz o'tkir bo'ladi, shuning uchun spirt qilsangiz bo'ladi. Erinmaganlar uchun, ishqibozlar uchun. To'g'rimi? Avj olishi tez. E'tiborlaringiz uchun rahmat.